Top futbolchilarga ega Misrga qarshi o'ynash oson bo'lmadi. Cannavaro. O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Al-Ayn Chup 2025 turniri yarim finalidan o'rin olgan Misrga 2-0 qarshi o'yindan keyin o'z fikrlarini aytdi. Birlashgan Arab Amirliklari sharoitlari yaxshi, maydonlari sifati yaxshi, bundan har doim xursand bo'laman. Yangi stadion ham yoqdi. Bu yerda bo'lish har doim yoqimli. Sovrin uchun Eron bilan o'ynaymiz, ularni juda hurmat qilamiz, Osiyodagi eng kuchlilardan biri. Ularga muammo yaratishga harakat qilamiz. Darvozabonning o'yini qanchalik qoniqtiryapti. Topsiz holatda juda yaxshi ishlayapti. Bunday jamoaga qarshi o'yin qiyin. Ba'zan raqibga tepish uchun imkoniyatlar berib qo'ydik. Lekin raqib darvozamiz oldida yaqqol xavfli imkoniyatlar yarata olmadi. Muhammad Salohni to'xtatish bo'yicha alohida reja qilindimi? Bunday futbolchini to'xtatib bo'lmaydi, iloji yo'q, ammo imkoniyatlarni kamaytirish mumkin. Futbolchilarim uchun juda xursandman. Ular qo'ldan kelgancha harakat qildi. Ular o'rganishga, yaxshilanishga harakat qilishyapti. Ular qanchalik kuchli ekanini ko'rsatishga harakat qilishyapti. Bunaqa jamoaga qarshi o'ynash osonmas, ularning tarkibida top futbolchilar bor. Lekin boshidan e'tibor bilan yaxshi o'ynashga harakat qildik. 2 gol urdik, barcha hududlarni yopishga harakat qildik. Natija biz uchun juda muhim, lekin xuddi shunday ishlashda davom etishimiz kerak. Men futbolchilarning jismoniy holati bo'yicha xavotirdaman. Buni yaxshilashga harakat qilishimiz kerak. Bu natija bizga ko'proq kuch beradi. O'runovning almashtirilishi. U yaxshi harakat qildi, lekin charchadi. Jarohatdan tiklanganidan keyin 3-o'yini, u albatta jismoniy holatini yaxshilashi kerak. O'zbekistonni tanlaganimni sababi bu yerda zo'r iqtidorlar yetishmoqda, mahalliy futbolchilarga e'tibor qaratilmoqda. Ularni qanday ishlayotganini ko'rdim va xulosa chiqardim. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy jamoasi musobaqa finalida 18 noyabr kuni Eron bilan to'qnash keladi. Elon Musk 20 yil ichida abadiy hayot va'da qildi. Neuralink rahbari ta'kidlashicha, kelasi 10 yillikda odamlar raqamli abadiylikka erishishi mumkin bo'ladi. Texnologiyalar xotira va shaxsiyatni robotlarga yoki yangi jasadlarga ko'chirish imkonini beradi. Muskning aytishicha, raqamli nusxa to'liq bir xil bo'lmaydi, lekin insonning asosiy xarakter xususiyatlari va xotiralarini saqlab qoladi. Bu esa jismoniy tana o'lgandan keyin ham hayotni davom ettirish imkoniyatini ochadi.